Assalomu alaykum, mehrli kulol obunachilari. Mana yana bitta mehrli chiroyli ishlarimizdan biri. Bugun mana bitirdik, xudo xolasa. Chiroyli bo'lib chiqdi. Bu ishlarimiz avvalgilardan ham boshqacharoq bo'ldi. Mana hali apalapkalarni olganimiz yo'q. Betonni qatigandan keyin apalapkalarni olib qo'yiladi, atrofiga beton qo'yildi. Mana shu orasiga odam kirib ovqat qilsa bo'ladigan imkoniyat bo'ldi, inshaalloh. Akalar, mana nihoyatda chiroyli bo'lib chiqdi. Mana shu turgan joyimizga 300 ta pishig'ish ketdi, akalar. Mana chiroyli bo'lib chiqdi. 3 qop semun ketdi. Mana ko'rib chiroyli baho beraverasizlar. 150 azbiz turbadan bitta o'rnatdik. Bu qilgan ishlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Sadda mahallasiga Rustam akani xonadonlariga qildik. Mana akalar, nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. Akalar, bizni Mehri Kulolni obunachilari juda yaxshi biladi. Biz uyimizda, xonadonimizda tandir ham yasaymiz. Navoiy tandir deysizmi, uy tandir deysizmi, har qanaqangi bir tandir bo'lsa yasab berilaveradi. Zakasiga qarab. Undan tashqari mana shunaqa o'choqlarni ham qilamiz. Bu safar bugungacha kech qolib ketdik. Kech bo'lsa ham mana obzorini qilyapmiz. Endi buni asosiy qismini bir ko'rsatib o'tamiz. Do'stim, bir tutun tortishini ko'rsatingchi. Mana hozir shogird bola tutun tortishini bir qator Nargisdan boshlang. 12kanidan hozir bitta qozonimizni imkon qadar yoqdik mana. Akalar, kardon bo'lsa ham yoqib qo'ydik, sababi tutun tortishini bir qator uy egasiga ko'rsatib o'tishimiz kerak. Mana akalar, o'tni yoniga yoqsak ham mana tutunni olib ketyapti. Yaxshi, xudo xolasa. Tutun tortishini qarang. Mana. Mana. Xudo xolasa tutun tortishi yaxshi. Kichkina qozonimizga o'ting-da. Kichkina qozonimizni bir qator buni ham ko'rib qo'yamiz. Buni o'tini yoqmadik, lekin tutun tortishini bir qator ko'rib qo'yish kerak. Yaxshilashtirib olavering kardonni. Mana akalar, endi mana bu yoniga tandir qurilishi kerak ekan. Bu tandirimiz eski tandir ekan, buni yangilaymiz. Akamiz zakas berdi, tandirni xudo xolasa tayyorlab, olib kelib o'rnatib ketamiz. Ungacha mana o'chog'ini qildik. Mana endi buni ham ko'rib qo'yamiz. Kichkina qozonimiz ham mana akalar. Tutun tortishi. Lekin qozonimiz yongan yo'q, tutunni olib kirib ketyapti. Bu skvoznoy yaxshiligidan. Mana. Akalar, katta qozonimizni ham yana bitta ko'rsatib qo'yaylik. Bunisini yoqib qo'ying. Mana akalar, bu qozonimiz yonyapti, iloji boricha. Tutun tortishini ko'raveringlar. Tutun olib ketyapti. Mana akalar, o'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar. Nihoyatda go'zal. Mana. Biroz kech qo'yganimiz uchun bu hozir bitta qozonimizni sinagani yo'q deydi hozir akalar. Bir qator endi biz ham uy egasiga ko'rsatishimiz kerak. Tutun tortish qanaqa bo'ladi, qanaqa bas. Akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Mehri Kulol obunachilari, biz shunaqa chiroyli ishlarni e'tiborlaringga havola qilaveraylik. Mana ichida o't yonyapti, tutun tashqariga chiqqani yo'q. Mana. Kenjaboy tog'aning nevarasi Mehri Kulolni kuzatishda davom etinglar. Biz shunaqa ishlarni iloji boricha tushuntirishga harakat qilamiz va e'tiborlaringga havola qilamiz. Kenjaboy tog'aning nevarasi Mehri Kulol xizmatlaringda sog' salomat bo'linglar.